gaz yoki metal hisoblangan bo'lsa, bugun eng katta boyliklardan bittasi bu shu resurslardan oqilona foydalanish qobiliyatiga aylanmoqda. Bugun qaysi davlat chiqindisini resursga aylantira olsa, o'sha davlat raqobatbardosh bo'ladi. Aholimiz yildan-yilga soni oshib bormoqda. 39 milliondan oshdi. Yangi uy-joylar qurilmoqda, sanoat rivojlanmoqda, turizm rivojlanmoqda. Yiliga taxminan 15 million tonna chiqindi hosil bo'ladi. Agar bunga xomashyo deb qarasak, yangi mahsulot, energiya, ish o'rinlari va iqtisodiy imkoniyatlarga ega bo'lamiz. Muhtaram Prezidentimiz rahbarligida mamlakatimizda ham aynan shu yondashuv davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Oliy ta'lim muassasalarida sirkulyar iqtisodiyot klublarini tashkil etsak degan taklif bor. Bu yerda talabalar nazariya emas, amaliy loyihalar ustida ishlaydi. Qayta ishlash, ekotexnologiyalar, yashil qurilish, ekodizayn, chiqindilar logistikasi, raqamli yechimlar va hokazo. Kelajakda aynan shu klublardan yangi g'oyalar, yangi tadbirkorlar va yangi olimlar yetishib ishonamiz. Shu foizi qayta ishlab chiqarish yetishmasligi, infratuzilma darajaga yetgan va mana shu taklif bilan chiqmoqchi. Plastik butilka tashaladi,